Men kibrli emasman. Siz ham o'zingizni kibrim yo'q deb o'ylaysizmi? Lekin deyarli har bitta insonda bir chimdim bo'lsa ham kibr bor. Balki haqiqatdan ham sizda kibr yo'qdir. Lekin hozir men kibrli insonlarni 5 ta aniq faktini aytaman, o'zingiz tahlil qilib olasiz. Birinchi fakt: kibrli inson har doim o'zini boshqalardan yuqori tutishga harakat qiladi. O'zini yutuqlarini oshirib gapiradi, boshqalarnikini tan olmaydi. Ikkinchi fakt: kibrli inson tanqidni umuman qabul qilmaydi. Agar uni tanqid qilsangiz, darrov himoyaga o'tadi yoki jahli chiqadi. Chunki kibrli insonni o'ziga bo'lgan bahosi juda ham past bo'ladi va buni yashirish uchun hamisha o'zini kuchli ko'rsatishga urinadi. Uchinchi fakt: kibrli inson boshqalar bilan kelishishga hech qachon tayyor emas. Doim o'zini fikrini majburlab o'tkazadi. To'rtinchi fakt: boshqalarni ko'p tanqid qiladi. Hatto ko'pchilik ichida uyaltirishi mumkin. Kibrli inson haqida 5-fakt: u doim e'tibor va maqtovga muhtoj. Agar sanab o'tgan belgilarim sizda bo'lmasa, demak siz haqiqatdan kibrli emassiz.